Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Luks chorva kuzatuvchilar. Mana qulayliklari qarang. Mana bo'lganini qarang, ular tozalashlarni qulay bo'lsin. Mana bular har bosh holisi, mana ikki holisi, mana ko'ring. Eng kattaga bir yaramlab belni, o'ziga nima narxi bor deb bo'shatib ko'rsatib bering. Javobi nima? Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Luks chorva kuzatuvchilar. Mana to'g'lagan qulayliklari qarang. Mana qarang endi. Ular qarang endi bechirim bo'lganini qarang, ular ko'rsating, yaqinroq olib kelib. O'n qarang, patnislarni, tozalashlarini, doim ishlarni qarang endi. Eng qulay odamlarga qulay bo'lsin. Mana bitta tuxum to'qiydigan xonalarni qilib qo'yapmiz aka. Razmerlarimiz 2,5 ga 120 bo'ladi. Narxlari 3,300,000 so'm qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Dastavkalar bilan qilib beradi. Xudo xolasa dastavka. Luks qilyapsizlar, luks ham aka. To'g'lar ham yayrab yashaydi o'zi ham. Mana deb savob Xudo xolasa, mana yangi qo'yxonalarni mana yana boshladik. Xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Bu necha xona? 2 xonalikmi aka? Bu 2 xonalimiz aka. Yig'ilib sochiladigan bu ham aka. Yig'ilib sochiladi aka. Bu necha razmerlari aka? Xo'p, razmerimiz 1,5 ga 1,5 bo'ladi. Har bir orasi 75 dan bo'lingan bo'ladi, yig'ilib sochiladi, saklanadi. Abdurash aka, ko'pchilik endi o'ylashi mumkin, mana shu qo'yxona qanchada yig'ilib sochiladi? Bir yarim soat, 10 minutlarda yig'ilib sochiladimi aka? 2 minut, uzoq kelsa 3 minutda yig'ib qo'yadi. Chachib qo'yiladi, yana 2 minut, 3 minutda terib qo'yamiz. Ya, qo'ysangiz. Mana hozir so'z isboti bilan kelinglar vallahi. Mana uni bitta yig'ib yuboraylik. 2 minutda yig'iladi deysiz. To'xtang, soatga qo'yib qo'yamiz. Hozir to'xtang, bitta telefon beringlar, bitta soatga qo'yib qo'yamiz deb bo'lmasa. Mana telefon. Telefonda soatga qo'yib qo'ying. nimasi bormi buni? Nima deydi? Sekundometr. Ha, realni uzmagan holatda. Videoni uzmagan holatda. Sekundometr. Mana. Shu o'rtasini bosish kerakmi? Startda. Bu mana sizlar ko'rinish uchun. Hop. Hozir mana to'xtaydi. Boshladi mana. Ketdi mana. Xudo xolasa mana ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Qanchada yig'ib bo'lishar ekan. Hozir uyga borgandan keyin ham qiziqda bu qanchada bu joyiga o'rnatada bo'lsa bo'ladi, o'rnatsa bo'lsa bo'ladi. Shuni Xudo xolasa o'ta qulay, o'ta yengil. 1 minutga ham borgancha ketishdi. Abdurash aka, sizlar tezroq harakat qilib qo'yapsizlar shekilli-da. Yo bo'lsa biz sekundometrimiz sekin ishlayaptimi? Mana ko'ring. Qulay va oson, oddiy. Yengil mana. Shuni laboda olib kelib yuklab jo'nataveramiz. Malades. Aka, endi hozir bitta tikanashini ham ko'rsating-da aka endi. Bo'ldi aka. Olib keldik. Hozir siz aytayotgandingiz 3 minut, 2 minut, 3 minut deyotgandingiz. Hozir o'shani ichida qilib olasiz shekilli hammasi. Bo'ldi mana. Vaqtimiz ketyapti. Hozir 1 minut, endi 1 minut bo'ldi. Foyda olmalar deb hisoblaydi. O'rtasini solib qo'yinglar. Xohlagan joyiga ustanovka qilsa bo'ladi, aka? Xudo xolasa, xohlagan joylarga, soya salqin joylarga ustanovka qilib mana pollari ham baquvvat. Mashalloh. 3 ga 9 saksnadan ishlatamiz, xudo xolasa. Pollari ham baquvvat. Mana odam o'zim ham gideta 90 ni yonidaman. O'zim bemalol ko'tarib turibdi mana. Ashib qo'ylar ham. Bo'lsa manchalik bo'ladi, bitta qo'y. 150 kilo bor, 150 kilo atrof. Mana, xudo xolasa bo'ldi. O'g'aringlar, to'xtataylikmi? Qayerda to'xtadi? Stop. Sen mana hozir to'xtatgungacha ancha vaqt o'tdi ko'rdilar. Hop, 2 minutga deyarli bormadi aka, yig'ib sochish. Bormadimi? Bormadi. Hozir bitta 3-4 kishi yordam berdi. 2 kishiga 2 minutda chachadi, 2 minutda yig'adi. 2 kishi bo'lsa. Hozir ko'pchiligimiz uchun tez bo'ldi. Ha. Lekin o'sha 2 kishiga bemalol qulay 1-2 minutda yig'ib sochib beradi. Kishi o'zi ham bemalol yig'ib qo'yadi. Ko'tarib aqqa-vaqqa olib borsa ham soya salqin joylarga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Narxi qancha aka mashina? Narximiz aka, mana shu holatda 2,5 million so'm baho aytyapmiz. Har bir xonasi kletkasiga 1,250,000 so'mdan tushadi. Agar tom qilib beringlarsa, tomiga 500,000 so'm qo'shilib qoladi. Bo'ldi, mana desa akalar, ko'rdilar, 2 xonali qo'yxona. Bu yoqda mana kattalari bor aka. Bu yoqda mana 4 ga 1,5 razmeri. 4 ga 1,5. 4 ga 1,5. Ular ham yig'ilib sochiladi. Mana shu holatda
4,5 million so'm baho aytyapmiz. Nechta qo'y sig'adi aka mana shu? 10 tagacha qo'ysa qo'yadi. 10 ta qo'y sig'averadi. O'rtada bitta berigan o'tkazisi bor aka. 5 tag'ida 5 ta bag'ida 10 ta qo'ysa qo'yadi bemalol. Sig'averadi aka. Xudo xolasa yig'ilib sochiladi bular ham. Xo'p, bular qanaqa? Necha pulliga? Xo'p, Bular nechta ketadi? bularimiz 6 tagacha qo'y sig'adi. 3 metrli. Razmerimiz 3 metrga 1,5 bo'ladi. 1 metrga 1,5 metr. Aha, bular ham yig'ilib sochiladi. Mana shu holatda 4 million so'm chiqyapti. 4 million so'mga qilib beraverasiz. Qilib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka bu yoqdagilarni ham Bu yoqdagilar. to'g'rilaylikchi. Bu yoqdagilar o'ta yuqorida ko'rsatganimizda 4 metrga 1,5 metrlikda tomli varianti. Tomli variantda. Yig'ilib sochiladi. Mana tomlari ham ikkiga Tomlari bo'linadi. ham ajraydi, hamma yo'q. Ha, mana har birini raqamlab berilgan. Teriladi, tushadi bemalol. Bu ham o'tda o'sha 5 minutda tayyor bo'ladi. 5 minutda tayyor bo'ladi. Yig'ilib sochilsa 5 minutda tayyor Mana shu bo'ladi. katta qo'yg'oni 5 minutda tayyor Ha, bo'ladi. u- Malades. Qiynalib yurishmaydi. Mehnatlarga Tomsiz holatda 4,5 million so'm, tomli holatda 5,5 million so'm chiqadi. bo'ldi joningiz. Ana shu mehnatlariga bittadan lak bosib, Amiqlab qo'yasizlar, xudo xolasa. Mana hashayxonalarimiz bor. qanaqasi? Yangiliklar mana. Bu ham aka. Bu ham oxir mana bo'ladi. Tozalab, bemalol chiqarib, tozalab, yemlar solib, ajoyibdan qilingan ekan. lislari ham qalindi. Mana yerga mana bedalar tashab qo'yib, bemalol. Bunda sochilmas ekanda aka. Yo'q, bu sochilmaydi. Yig'ilib sochilmaydi. Yemlari ham sochilmaydi. Aqabaqa bo'lmaydi. O'shani nazarda tutganimda yemlari sochilib ketmas, isrof bo'lmas ekan. Isrof bo'lmaydi. Men yig'ilib sochilishini nima qildim, lekin o'sha sizning gapingiz bilan to'g'ri kelib ketdi. To'g'ri. Bo'ldi. Xo'p, mana. Narxi necha pul aka mashina? Bularimizni narxi 1 million 600 ming so'm chiqadi. Nechta qo'yga mashi? Xo'p, 16 ta qo'y bemalol yetadi. 16 ta qo'y ketaveradi aka Ketaveradi. mashina. Bo'ldi aka. Ayog'ida hali xonaligimizni Qo'yxonalarimiz 3 xonaligi. Mana tepasida yig'ilib sochilgan holatda, pastda tayyor holati 3 xonalisi, 3 xonalisi. 3 million 600 ming so'm baho aytyapmiz. 3 million 600 ming. Razmeri 2.30 ga 1,5 bo'ladi. Razmeri 2.30 ga 1,5 metrga. Buni ham o'sha tom bo'ladigan bo'lsa 700 ming so'm tomiga qo'shilib qoladi. Bo'ldi, tushunarli aka. Xo'p, bular qanaqa? Xo'p, bularimiz 2 metrga 1,5 metrli qo'yxonalarimiz. Bularimiz yig'ilib sochiladi. O'pshi boqiladigan varianti. Mana shu holatda 2 million 800 ming so'm chiqyapti. 2 million 800 ming so'mga qilib berasiz. To'rtta ketaveradi deyapsiz. Ketaveradi, to'rtta. Bo'ldi, tushunarli aka. 2 metrli aka. Bu mana hozirgi 2 xonaligimizdami bu ham? Ha, bu o'sha 2 xonali yuqorida yig'ib sochgan 2 xonali qo'yxonamizda mana xuddi o'shani rangi boshqacha xolos. Ha, bo'ldi. Rangi ochroq ekan ko'rdilar. Mana xudo xolasa ikkitadan mana 6 ta qo'y boqadigan akalarimizga maxsus hozir buni egasi qarab turibdi, 5 olib borib beramiz. Bu jub boqaverar ekanda bunda. Jub boqaveradi. 5 da egasi qarab turibdi hozir, zakaz bo'lgan, ketadi. Xo'p, bunimizni mana shu holatdagi narxi 4 million 600 ming so'mga ketyapti. 4 million 600 ming so'mga ketyapti. Bo'ldi aka. Bular qanaqa? Bu ham 2 xonali. Bu 2 xonali, faqat farqi yig'ilib sochilmaydi. Bu yig'ilib sochilmaydi. Yig'ilib sochilmaydi. O'rtasida beriga o'tkaz olinadi xolos. Narxida razisa bo'ladimi nariga? Narxida razisa bo'ladi aka. Ularimiz 2,5 million so'm o'sha holatda bo'lsa, bularimiz 2 million so'mga tayyorlab beramiz. 2 million so'm. Narxi arzonroq chiqadi. Narxi nisbatan arzonroq chiqadi. Farqi faqat yig'ilib sochilmaydi. Shu. Aybi shu yig'ilib sochilmasligida farqi. Bu mana 2-3 ta qo'yiladi, bu o'sha boqadigan holatda yig'ilib sochiladi. Bularimiz 1,5 ga 1,5 bo'ladi razmeri. 1,5 ga 1,5. 1 million 800 ming so'm chiqadi. 1 million 800 ming so'm chiqadi bular. Mana 1,5 ga 1,5, 1 million 800 ming so'm yig'ilib sochiladi deyapti. Mana bu yashil qo'yxonalarimizni ko'rsating. Mana 2,5 metrli suv idishlarni ko'rsating. Alohida yaqinroq olib kelib mana. O'ta niyozli, mehr bilan ishlangan mana. Bu vali antiklaridan ekan. Antiklaridan. Mana aytdim mana monisini bo'shatib, buni aqabaqa katta qo'chqor bo'lib ketadigan bo'lsa, aqabaqa jildirsangiz bo'ladigan variantda bo'ladi. Ha, bu katta qo'chqor bo'lganda buni kallasi sig'may qolishi mumkin-da suv ichgani. Bu kengaytirsa bo'ladi. Buni kengaytirsa bo'ladi. Mana hozircha uzoqroq qatirib yorishibdi. Mana. Ha, bir minut mana. Mana aytdim mana. Bu xolasa teshikka olib qo'ysa kengayadi. Kallasi katta qo'chqorlar ham bemalol suvladi, ichaveradi, qiynalmasdan. Katta qo'chqorlarga ham bo'ladi. Bularimiz razmeri 2,5 ga 1,5 bo'ladi. Narxlarimiz
3,5 million so'm chiqyapti. 3,5 million so'mga holatda chiqyapti. bo'lsa 3,5 million so'm chiqyapti. Bo'ldi. Ipdagi tom bo'ladigan bo'lsa, Aha. 700 ming so'm tomiga qo'shilib qoladi. Tomiga qo'shilib qoladi. Aha. Bo'ldi aka. Mana ular. Aka, mana chiqyapti. Ya eng kattasi mana 5 xonali. Aha. Ularimizni xudo xolisa yig'ilib sochiladi. Mana tepada ko'rsatib berganmiz. Yig'ilib sochilgan varianti bu tayyor holatda. Aha. Ular ham mana har bir xonasi kattalashgan sari narxi nisbatan tushadi. Arzonroq. Har bir xonasiga 1 million 100 ming so'mdan chiqadi. Ha, narigilar. Narxi 5,5 million so'm bo'ladi. Kichkinalarda ancha 1 million 250 ming, 1 million 200 mingdan shunaqa O'shanaqa chiqyapti. Endi u kattalashgan sari 1 million 100 ming so'mdan katta olgan yutaverar ekanda. Katta olgan yutaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Mana bu yuqorida ko'rsatganimizni yashil qo'yxonamizni boshqacha rangi, rangi boshqachasi. Rangi boshqachasi, razmerlari o'sha 2,5 ga 1,5 o'sha, narxlari ham o'sha 3,5 million so'm chiqyapti. 3,5 million. Bo'ldi. Bu yoqdagilar qanaqa aka? Hop, bu yoqdagilarimiz mana aka xudo xolasa bu 3 metrga 1,5 metrli yuqorida ko'rsatgan bo'lsa, videoda oldida boshida ko'rsatganimiz 4 million so'mlik varianti. 4 million so'm. Yig'ilib sochiladi. Bu mana u 5 xonali bo'lsa, mana uni 4 xonali. 4 xonali variant. 4 xonali varianti. Razmeri 3 metrga 1,5 metr bo'ladi. Har birining orasi 75 dan bo'lingan bo'ladi. Ularni ko'ringlar. Ular qo'yib qo'yilgan. Bunimizning narxi 4 million 800 ming so'm chiqyapti. 4 million 800 ming so'mga chiqadi. Aha, dastavkasi ichida vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida deyaptilar. Buni ham razmerimiz 2.30 ga 1,5, bu maxsus zakaz qilingan. Zakazga qilingan narsa. Bu o'zi aslida standart 2,5 metr chiqadi. Lekin joylari shunga yarasha ekan qilib berganmiz, tayyorlab berganmiz. Mana shularni 3 million 300 ming so'mga tayyorlab berganmiz. 3 million 300 ming so'mga tayyorlab berdi. Bo'ldi, tushunarli aka. O yana nimalari bor aka? Xo'p. Endi ko'rganimizda, yuqorida ko'rsatganimizdek mana jodilarimiz bor aka, bu yerda hashaxonamiz bor aka. Jodini ichkariga tiqib yuborishdi mana. Juda bir o'ta serparosat nima bizda. Ana aka, xudo xolasa, jodilar, telefonlar ham tinmayapti. Ana. Mashalloh. Xudo xolasa jodilarni mana bu kesishini ko'rsating yana. Asal sariyodiki qanaqa ketsa ham urib to'shnaka so'radi. Jodilarimiz 2 xil narxda bo'ladi, razmeri ham 2 xil bo'ladi. 780 ming so'm kattasi, 680 ming so'm kichkinasi. Mana shunisi 680 ming. Bunisi 680 ming so'm chiqyapti. Bo'lmasa hozir hamma mahsulotni aytdi-ya. Xudo xolasa aytdi shekilli, hammasini aytdi. Hamma mahsulotlarni aytdi. Bittadan like qilib, Lux chorvaga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bo'pti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin.